Assalomu alaykum do'stlar. Bu yerda har xil uskunlarimiz bor. Hozirgi kunda manaqa mishalkalar deysizmi 3 million 700 ming so'mdan mana 2,5 0,25 kubalik motorlari ham yaxshisidan o'ta baquvvatdan qilingan. Manaqa tallar ham ko'ryapsizlar. Pultli varianti. Uzoq masofalardan ham qilsa bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar 1,5 tonnalik. Bu ham yechiladigan qilingan. Umuman ustaxonalarda keyin mesela kolodis ishlab chiqaraman deganlarga kolodis qoliplar hamma turlaridan bor. Bu yerda pena blok, gaza blok, har xil turdagi uskunlar qilinadi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, pena blok uskunasini обычный komplekti, hattoki mana $300 tom suvoq apparatlarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab $300 mana pena blok обычный komplekt $700 joyida, $750 vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab. Belada ikki qatorli profilli komplektlarimiz. Buni narxi $730 joyida. Mana обычный beledek qatorli profilli komplekt $730 joyida, $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib. Trendda bo'lgan Euro komplektimizni narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlari o'rgatib, mahsulotlar qayerdan olishi, qanaqa tayyorlanishi hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Nomerlarimiz 94 504 1177. Manaqa Lego variantlarimiz ham bor, xudo xolasa. Lego variantlarimizning narxi $850 joyida, $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'lib. Turbalik teshiklik variantlarimiz $900 joyida, $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'lib. Zakazga manaqa o'ntiradigan bochkalar bir kishi bemalol ishlasa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, manaqa zinali varianti, zinasiz emas. Bemalol tepasiga chiqsa bo'ladigan. Endi xonalari bo'lish uchun pergorodkalar 12lik, 10lik, masalan, ichida elistini olib qo'ysa 20lik chiqadigan variantlari ham, xohlasa yana yarim pergorodga, xudo xolasa hamma turlaridan bor. Endi bu yerda termo panel ishlab chiqaraman deganlar uchun manaqa termo panel bu yerda uskunlari bor. Komplektimizda manaqa stoli, gipki komment qiladigan bunaqa oynasi, kraska qilish uchun manaqa stan 6 ta bo'ladi, 3 xil guli bo'ladi. Kompressori, mikseri, pulsatorlari, hamma narsalari bilan $900 dan kelib bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Manaqa termo travertin ishlab chiqaraman deganlarga termo travertin ishlab chiqarishlari o'rgatamiz. Buni komplektida o'zini manaqa mishalkasi, vibra stoli, qolibidan 10 kuba bo'ladi. Kelib bu yerda yotoq joylarda o'rganib bemalol naqsa bo'ladi. Buning narxi ham $900 dan. Mahsulotlar qayerdan olish, qanaqa tayyorlanish hammasini o'rgatamiz. Endi bu yerda gazoblok uskunalarimiz bor. Gazoblok uskunalarimizni $1,5 dan boshlanadi. Qoliplar soni ko'payish, avtomat reska bo'lish, relsli bo'lishi, shularga qarab narxlar oshib boradi. $1,5 komplektimizda manaqa suv yo'nkisi, pasta 1 tonnalik, tepada 110 litrlik. Tentlari, suv motorlar, datchik hamma yo'qlari bilan. Ikkita qolipi. Ko'ryapsizlar, bu qoliplar ham yaxshilardan, oqmaydigan, germetiklanmaydigan yaxshi qoliplardan. Reskasi, arrasi, reska ham universal. 10lik, 20lik, 30lik kessa bo'ladi. Mishalka. Mana shu qolipga 12 ta gazoblokka tayyorlaydigan bitta mishalkasi bo'ladi. Xohlasangiz 220, xohlasangiz 380. Motorlari ham yangi bo'ladi. Bu $1,5 komplekt. Qoliplar soni ko'payishi kelishilgan holatda, masalan, nechta qolip qo'shiladigan bo'lsa, ular qo'shilaveradi. Endi qoliplar relsda yuradigan desa, relsda yuradigan, manaqa avtomat reskada kesiladigan desa, avtomat reskada kesiladigan variantlarni xohlasanglar hozir ko'rsatamiz. Dozatorlik, umuman unaqa variantlarimiz ham bor. Endi 3 tasi birda komplekt deyiladi. Gazoblok, pena blok hammasini chiqaradigan o'zini manaqa mishalkasi, motorlari bo'ladi. Endi hozir motorlar qatmagan turibdi. Manaqa suv yo'nkisi 3 ta qolipi. Har bittasi 6 tadan 3 tasida 18 ta chiqadi. Gazoblogi ham tayyor kesilgan variantda chiqadi. Pena blok endi o'zi bilasizlar, odatiy qo'yiladi. Endi bunga pena blok chiqaradigan bo'lsa, pena generatori, kompressor, mikser, ichida pulsator shlankalari bilan rastor bochka. Bunda tom so'g'am ham qilsa bo'ladi. Mana shu 3 tasi birda komplektimiz ham narxi $1,5 Agar gazoblogi o'zini narxini oladigan bo'lsa, unda mini gazoblok $1,200, hattoki $1,200 ga ham gazoblok ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Mana shunaqa baquvvat. Zaxiralarimiz xudo xolasa bor. Atxotini qayta ishlayman deganlar uchun manaqa qayta ishlaydigan pirsni stanovlarimiz bor. Mana gazoblog atxotdan foyda.
mana mana shunaqa bemalol g'ishtlar chiqarsanglar bo'ladi. Bu yerda xudo xolasa har xil turlaridan bor. Hozir sizlarga ponni avtomat liniyani ham tanishtirib o'taman. Bizda narxlar xudo xolasa o'ta qulay, arzon narxlarda o'zimiz listlari kesamiz, bemalol bukib anaqa qilamiz. Mana shu yerda pol avtomat liniyalardan xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. Mana qoliplar komplektlarda masalan 10 talik hisoblanadi. Pol avtomatda masalan 10 ta qolipi, reskasi, suv yonkisi, bitta mishalkasi bilan o'zi $6000 boshlanadi. Qoliplar soni ko'payishiga qarab narxlar oshib boradi. Endi agar mana shunaqa 10 ta qolip, mana avtomat reski, mana shunaqa relslari hamma yo'g'i bilan keyin mana dozatorli bo'ladigan bo'lsa, bu avtomat liniya deyiladi. Bu avtomat liniyada har bir narsa tarozi orqali o'tadi. Sementi, qumi, suvi, hamma narsasi tarozi orqali. O'zi knopkani bosasiz, hammasini o'zi zapravka qiladi. Masalan, qumni elash uchun o'zini elagi, mana o'zini lentasi, keyin bu yerda sementda shinega. Endi mana komplektda hozir kichkina silyos bunker qilib qo'yganmiz. Bu 45-50 tonnalik katta silyos bunkeri bo'ladi komplektida. Keyin mana suv ishini o'zini aqlli katyoli. Tez o'sha kutib qolmaysiz. Suv tashab beradi. Katyolni o'zini so'raganlar uchun bunaqa katyollari ham bor. O'zini bitta suv bochkasi, motorlari bilan komplektlari qilib beriladi. Buni narxi $23,000 dan boshlanadi. Qoliplar soni ko'payishiga qarab narxlar oshib boradi. Mana lenta so'raganlarga lentalar ham yasab beramiz. Kolodus so'raganlarga mana kolodus qoliplarimiz bor. Umuman mana shunaqa ishlab chiqaraman deganlar bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib quyishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Mahsulotlarni ham qayerdan olishlar, hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Kimga shunaqa uskunlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 94 504 11 77. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.